Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Men sizlarga WeChat haqida jiddiy xizmatni taklif qilaman. Bu jiddiy xizmat qanaqa deb savol tug'ilishi mumkin. Bu xizmat siz necha yildan beri Xitoy bilan biznes qilasiz, WeChat orqali gaplashasiz. Uni ichida qimmatli ma'lumotlar bor, qimmatli tanishlaringiz, qimmatli kontaktlaringiz bor. Yangi telefonga o'tkazish kerak, uni o'tkazishni bilmaysiz yoki bilgan taqdiringizda ham mana bu ma'lumotlarim bu telefonda qolib ketsachi yoki o'tmasachi degan tushuncha bor. Bularni yo'qotishdan qo'rqasiz. Bu tabiiy holat. Nechta odamlarni ko'rdim. Shu odamlarni xizmatini ham qilib berdim. Bu xizmat jiddiy deganim shu yozishmalaringiz, kontaktlaringiz, hamma ma'lumotlar yangi telefonga o'tkazib beraman. Ko'pchilikda ko'rdim, o'sha necha yildan beri ishlatadi, o'sha eski telefon, misol uchun S20, S21larda qolib ketyapti. Yangi telefon olishga qurbi yetadi, lekin ichidagi narsalarni o'tkazishdan yo eski telefonida qolib ketishdan qo'rqadi. Men shu yangi telefoningizga eski yozishmalaringizni to'liq Xudo xohlasa o'tkazib beraman. Albatta bu xizmat pulli. Undan tashqari o'sha yangi telefon hamda eski telefoningiz iloji boricha qo'limda bo'lishi kerak. Qo'limda bo'lsa ishonchli bo'ladi. Agar qo'limda bo'lmaydigan bo'lsa, ya'ni siz uyingiz uzoqroqda yo Toshkentda yo Samarqandda, O'zbekistonda qaysidir viloyatida uzoqroqda bo'ladigan bo'lsa, onlayn o'sha xizmatni qilishga to'g'ri keladi. Mani jiddiy xizmatimni sizlar tushundilaring degan umiddaman. Telegramdan o'sha lupaga Shahboz8989 deb yozsalaring, mani profilim chiqadi. Profilimda bobomiz Alisher Navoiy misralarini yozib qo'yganman. Ya'ni it bo'lur, eshak bo'lur, aslo bo'lmas odamiy degan misralarni yozib qo'yganman. Shuni o'qisangiz, demak bu Shahbozni profil ekan deb bemalol murojaat qilsalaring bo'ladi. Undan tashqari WeChat haqida xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, yangi WeChat ochish yo qanaqadir boshqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, albatta ularga ham yordam beraman. Shu bilan videoni tugatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.